Qo'yliqda ochildi orzudek maskan, dilmuz libosi har qadamda faslan. Stil izlayotganlar bu yerga keling. Go'zallik, nafosat hammasi shu yerda biling. Qo'yliq filialimiz mani o'zi ham sayrat bordi. Hozir men sizlarga ichkariga kirib, skidka aksiyalarni ham sayratib beraman. Butun O'zbekistondan duo olishimizga sababchi bo'lgan o'sha hit darajasiga chiqqan 135 millik kurtkalarimizdan Qo'yliq filialimizga ham aksiyaga tushdi. Mana shu 125 millik toshli shimlardan to'g'risi boshqa filiallarga bermadim. Qo'yliq filialimga olib qo'ydim sizlar uchun. Qaranglar, toshli shimlarimizning adnatoni jinsilarni hammasini 125 mingdan tezda xarid qilib olinglar. Hozirgi kunda voydo joniylarning rohati bo'lgan balonoviy nimchalarimizning ham narxi 135 mingdan faqat Qo'yliq filialimizda. Sevinch 135 minglik vitrovkalardan hamma filialga berib, Qo'yliq filialiga bermadingiz dedinglar. Ana endi Qo'yliq filialimizga ham sizlarga ko'pgina qilib taxlab qo'ydim. Boshqa filiallardagi maydalashib o'tirmadim. Mashdagi finka ko'rsatkichlarni 50% aksiyada Qo'yliq filialimizdan shunday olib ketsanglar bo'ladi. Butun Qo'yliq aholisini o'z bag'riga sig'dira oladigan filialimizning manzilini tushuntirib o'taman o'rtoqlar. Shundagina Qo'yliq Korzinkaning 2-etajda